Assalomu alaykum. Bugun zamon juda tezlashmoqda. Sababi inson bir kunini o'tkazishni oladigan bo'lsak, ertalabdan kechgacha qanaqa vaqt o'tganini sezmayapti. Va bu jarayonlarda insonning ta'lim olishi ma'lum bir darajada qiyinlashmoqda. ISFT instituti bugungi kunda bu masalada qanaqa yechim topgan? Ismim Anvar, familiyam Temirov, ISFT institutining o'quv ishlari bo'yicha prorektorman. ISFT instituti 2021-yil 12-oktyabrdan boshlab turib, rasmiy litsenziya asosida nodavlat oliy ta'lim xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Ushbu litsenziyaga asosan bugungi kunda bakalavriat bosqichimizning 10 ta bakalavriat bosqichimizda masofaviy ta'lim yo'lga qo'yilgan. Ismim Qumora, familiyam Abrorlar. ISFT institutida birinchi kurs talabasiman. Masofaviy ta'limda o'qiyman. O'sha birinchi kursni tugatyapmiz, xudo xohlasa. Nima uchun aynan masofaviy ta'limni tanlagansiz? Sizga nima tomonlama masofaviy ta'lim qulay? O'zi institutlarni oldindan yaxshi ko'rganman. Opamlar ham, akamlar ham o'zimni sizlarni institutda o'qishganligi sababli shu institutga men ham topshiraman deb qiziqqanman, topshirdim. O'zi 3 yil o'qimoqchi bo'lganman. Keyin ishlash niyati paydo bo'lib qoldi. Shu tufayli ham ishlab, ham o'qish uchun qulaylik yaratilganligi sababli ham ishlab, ham o'qib kelaman. Bu menga juda ham qulay bo'lyapti. Masofaviy ta'lim nima uchun kerak bugungi kunda? Siz hozir ham o'qishingiz, ham ishlashingiz, ham oila, ro'zg'or tebratishingizga majbursiz. Shu sababdan ISFT institutida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha 10 ta bakalavriat yo'nalishlari bugungi kunda ta'lim xizmatlarini ko'rsatmoqda. Jumladan iqtisodiyot, bank ishi, xalqaro moliya va buxgalteriya, biznes menejment, biznesni boshqarish kabi bir qator yo'nalishlarda masofaviy ta'lim shakllari yo'lga qo'yilgan. Xo'p, masofaviy ta'lim shakli nima sizga foyda beradi? Masofaviy ta'lim shaklida o'qish bilan bir vaqtda siz ishingizni ham bemalol olib ketishingiz mumkin. My name is Nigina. I'm 18 years old and I'm a business and management student. That's my first year studying here. So why did I choose online learning? So the first reason is, of course, that's convenient for me. I don't have to spend time by committing to the work, university and stuff, and it gives me an opportunity to work and study at the same time. I know people who study offline, so they go to the university and they go to work, but all of them are exhausted and they don't have time for personal life at all. I don't have such issues because I have chosen this kind of education and I'm glad. Pedagoglar jamoasi tomonidan sizning yo'nalishingiz doirasida har bir fan kesimida, har bir mavzusi doirasida ta'lim kontentlari yaratilmoqda. Ushbu ta'lim kontentlarini yaratish jarayonini ko'radigan bo'lsak, ISFT instituti bir qator nodavlat va davlat oliy ta'lim muassasalaridan oldinroqqa siljigan holatda o'zining binosida 2 ta Jalingo studiyasini yo'lga qo'ygan. Va ushbu Jalingo studiyalarida sifatli tarzda darslar yozib olinib, bizning mavjud LMS platformamizga barcha darslar yuklab borilmoqda. Ismim Ma'ruf, familiyam Baratov. Ushbu institutning registrator ofis boshlig'iman. Hozir sizga zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Jalingo studiyamiz haqida qisman ma'lumot berib o'taman. Xo'p, ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda montaj ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda men zamonaviy texnologiyalarni tanishtirib o'taman. Sekin kelishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda biz to'liq Jalingo studiyasini, ya'niki umumiy ovozlardan himoyalangan Jalingo studiyasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz mana bunday gologrammalik doska hamda ustozlarga qulaylik yaratish maqsadida mana bunday qo'shimcha ekranlar hamda to'g'ridan bizga demak to'g'ridan-to'g'ri tasvirni uzatadigan qo'shimcha imkoniyatli video yozuvlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ustozlar o'zlariga kerak bo'lgan prezentatsiya taqdimotlarni, ya'ni ma'ruza darslarni to'g'ridan-to'g'ri yozib oladilar hamda masofaviy va sirtqi ta'lim talabalarimiz uchun montaj ishlari olib borilgandan keyin o'zimizning LMS platformamizda yuklab boriladi. Hozir mana bu yerda psixolog o'qituvchimizni taqdimotlarini ko'rishimiz mumkin. Xodimning ichki holatini aniqlash, demak mana bu yerda yuz mimikasi, tana holati, umumiy qo'l oyoq harakatlari, ovoz intonatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Keyingi taqdimotlarda mana bu rahbarning muloqot malakasi haqida ham demak ma'lumotlar berib o'tilgan. Xuddi shu tartibda ustozlarimiz
demak mana bu talabalarga mana bunaqa holatda yetkazishi mumkin bo'ladi. Ya'niki mana misol uchun rahbarning muloqot malakasi bu yerda siz ko'rib turibsiz, to'g'ridan to'g'ri zamonaviy texnologiya asosida bu yerda aksini topmoqda. Ya'niki bizda jarayonlar to'g'ridan to'g'ri texnologiyaga ko'chgan holda talabalarga yengillik yaratish maqsadida yetib boryapti. Ushbu platformamizni o'zlashtirish oson bo'lishi uchun talabalarga qulaylik yaratish maqsadida uning mobilka versiyasi, ya'ni siz oddiygina telefoningizdan turib bemalol respublikamizning xohlagan hududidan ta'lim olish imkoniyatingiz yaratilgan. Ushbu platformamizni ko'radigan bo'lsak, barcha fanlar va barcha mavzular kesimida sifatli darajadagi ta'lim kontentlari bugungi kundagi ta'lim standartlariga mos ravishda yozib olinib, sizlarning e'tiboringizga havola qilinmoqda. Another reason, I will be honest. First of all, initially I didn't want to join this university because I thought that the quality of the education wouldn't be as good as offline learning. However, for my surprise, it wasn't like this. The students, they are friendly, all of them, almost. I wouldn't say like, but most of them are friendly. The teachers, they're good, they're experienced. Even if I ask any of questions, I can just text them. They will answer any time of the day. They don't mind about it. And the main reason, like, I spend almost 12 hours a day by working, and that's why I don't have always time to join the lessons. However, they have like videos from the lessons, so anytime I'm free, it might be at midnight, it might be the very evening, I can just join and watch the video, and then I will not skip the lessons. I will have this knowledge if I want to. So that's a great benefit from my point of view. Ushbu masofaviy ta'lim yo'nalishida umumiy hisobda o'qish davri 4 yilni, ya'ni bakalavriatning kunduzgi ta'lim shakliga tenglashtirilgan davrda va kontrakt narxlari arzon shaklda ta'lim berish xizmatlarini taklif etamiz. Masofaviy ta'lim shaklini 4 yil davomida o'qib tugatganingizdan so'ng siz belgilangan davlat namunasidagi diplomni qo'lga kiritasiz va ushbu diplom orqali ta'lim to'g'risidagi kod qonunimizga binoan siz barcha bilan bir xil shakldagi teng kuchga ega bo'lgan diplom sohibiga aylanasiz. Masofaviy ta'limda yana bir qulayligini aytadigan bo'lsak, siz viloyatda yoki respublikamizning olis chekka hududlarida bo'lsangiz ham bir yilda faqatgina 2 marotaba, ya'ni semestr yakunlariga ko'ra imtihon topshirish uchun binoga tashrif buyurishingiz talab etiladi. Qolgan holatda esa siz 24 ga 7 shaklda ta'lim olish imkoniyatiga egasiz. Agar siz mutaxassislikka qiziqishingiz kuchli bo'ladigan bo'lsa va sizga ushbu mutaxassislikdan tashqari yana qo'shimcha ko'nikmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz nafaqat LMS platformamizda darslarni, balki qo'shimcha ko'nikmalarni berish uchun psixologik hamda bugungi kunda rasmiy davlat idoralarida yuritilishi mumkin bo'lgan kerakli tartibdagi hujjatlar, Word, Excel qo'shimcha kurslarni bir vaqtda o'zlashtirishingiz mumkin. Bizning maqsadimiz butun respublikamizdagi ta'lim olishga ehtiyojni qondirishda o'zimizning kunduzgi va masofaviy ta'lim shakllarimizda mavjud bo'lgan ta'lim yo'nalishlarimiz orqali respublikamizdagi barcha yoshlarni oliy ta'lim tizimiga qamrovini oshirish hamda ularga sifatli, bugungi kunda davlatimiz rahbari aytgandek, barcha yoshlarni zukko, bilimdon hamda ilmga chanqoq yoshlar sifatida bizning bo'lishi uchun bizning safimizga taklif etamiz. Shu masofaviy ta'limda qandaydir qiyinchiliklarga uchrayapsizmi platformani ishlatishda yoki bo'lmasa shu offlaynga qaysidir ma'noda sizni tortyaptimi, ya'ni kursdoshlaringiz ko'rishgani yoki balkim qaysidir mashqlarni birga qilishlaringiz kerak bo'lishi mumkin yoki qanaqadir topshiriqlar beriladi, jamoaviy ishlash kerak bo'lishi mumkin. Shularda qiynalmayapsizmi? Bu haqida ma'lumot bersangiz. Yo'q, men uchun qiyin emas. Ishdan keyin bemalol vazifalarni qilishga ulguraman. Qo'limdan kelgancha tezroq qilishga uspet qilaman. Umuman men uchun noqulayliklar tug'dirmayapti. Qanaqa bizada platforma taraflama muammo agarda bo'lib qolsa, kira olmay qolsak, srazu biz chiqamiz institutimizdagilar tezgina bizga platformadagi muammolarni hal qilib berishadi. Kursdoshlarimiz ham juda ham zo'r. Bir-birimiz bilan rosa ahilmiz. Bunaqa ahil kursdoshlar bo'lamiz deb o'ylamagandim. Ahilmiz и jamoaviy ishlarda birgalashib
tezda vazifalarni qilishga ulguramiz. O'qituvchilarni saviyasi qanday umuman shu masofaviy ta'limda ta'lim materiallari, umuman keyin shu o'qituvchilarning dars o'tishi qanday siz uchun shu haqida o'zgacha gap? Dars o'tishlari bo'yicha gapiradigan bo'lsak, oddiy xalq tilida gapirsam, men ham o'ylagandim, unaqa zo'r bo'ladi deb o'ylamagandim-da. Unchalik e'tibor berilmaydi, o'qituvchilar ham unaqa professional bo'ladi deb o'ylamaganman. Lekin o'qituvchilar juda ham yaxshi, kreativniy o'tishadi har doim darslarni. Professional o'qituvchilar tayinlangan bizlar uchun. Yaxshi. Agar nimadandir muammo bo'lsa, aytishadi, o'zimizga chiqinglar, Zoomdan keyin men bilan bog'laning, tushunmagan narsalaringizni tushuntirib beraman deb aytishadi o'qituvchilar. Keyin bizga darsdan keyin bemalol yordamlashib, ko'maklashishadi. Bizning barcha bakalavriat bosqichimizdagi masofaviy ta'lim shaklidagi kontrakt narxlarimiz bazaviy hisoblash miqdorining 25 barabarini, ya'ni bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdorimiz 412 ming so'mni tashkil etsa, umumiy hisobda kontrakt narximiz 10 million 300 ming so'mni tashkil etmoqda. O'qish jarayoni qayerda kechadi? O'qish jarayoni sizning telefoningiz orqali, planshet orqali, noutbuk orqali yoki bo'lmasam kompyuter orqali bemalol shaxsiy kabinetingizga kirgan holatda kunlik belgilangan dars jadvallari asosida siz mavzularni o'zlashtirib borasiz. Umumiy hisobda bir semestr davomida o'zlashtirganingizdan keyin siz uchun biz shaxsiy kabinetingizga chaqiruv xatini yuboramiz va ushbu chaqiruv xatiga asosan ishlayotgan joyingizga taqdim etsangiz sizga ta'lim ta'tili beradi. Oylik ish haqi saqlangan holatda ta'lim ta'tili taqdim etiladi va ushbu ta'lim ta'tili davomida siz tashrif buyurgan holatda bir semestr davomida o'zlashtirgan fanlaringizdan imtihonlar topshirasiz va ushbu imtihon natijalariga ko'ra keyingi semestrda ham xuddi shu shaklda davom etib ketaveradi. Umumiy hisobda siz 8 semestr davomida 8 martagina qatnashishingizga to'g'ri keladi institutimizga. Va yakunida yakuniy davlat attestatsiya imtihonlarini topshirib, bakalavr darajasiga ega bo'lasiz. So what are the level of teachers, the professors that are teaching in this distance learning? Are you satisfied with this kind of teaching? I would like to emphasize they do know their subjects well. And that's great because I love asking stupid questions. I won't lie, I do it very often. And even for my cringiest questions, they have an answer. That's great. I love it. Would you recommend to your friends or the people who are like graduating from the high school join a distance learning program? I have done it before and I will do it because as I said, for me that's important to have a great life because I'm a teenager and I want to enjoy my life, not just spend it by going to university, studying and coming back. I work, I study and I have personal life. I spend a good quality of time with my friends by hanging out. So I would recommend because first of all, you're not wasting your time, you're not exhausted, you are full of energy, you're young, and that helps. I have recommended your university to 3 of my friends, and 2 of them are studying at your university. So, yeah. 4 yildan so'ng siz belgilangan davlat namunasiga diplomga ega bo'lasiz. Masofaviy ta'lim shaklida ta'lim formati qanaqa? Ta'lim jarayonlari Elmis platformasida oldindan yozib olingan darslar bilan bir qatorda Elmis platformamiz orqali jonli darslarda ham ishtirok etishingiz talab etiladi. Ushbu darslar institutimizning professor o'qituvchilari tomonidan real vaqt rejimida bevosita shaxsiy kabinetingizga kirgan holatda olib boriladi. Assalomu alaykum. Meni ismim Zafar. Jahon tillari institutida lingvistika yo'nalishini tugatganman va hozir ingliz tilidan dars beraman. 2023-yildan beri institutda dars beryapman va undan tashqari sinxron tarjimalik ham qilganman. IELTSdan 8 ballim bor. Hozir masofaviy ta'lim uchun prezentatsiya tayyorlayapman. Masofaviy ta'lim va kunduzgi ta'lim farqlarini gapiradigan bo'lsak, masofaviy ta'limda prezentatsiyaga ko'proq material va ma'lumot qo'shishga harakat qilaman va ko'proq leksiya o'qishga harakat qilaman, chunki talabalar bilan yuzma-yuz ishlash imkoniyati bo'lmaydi. And if we move on to ing, one of the instances when we use it is after prepositions. Okay, for example, I'm interested in learning English, not in to learn English, okay? And of course, she's good at dancing. Biz ushbu
jarayonlarda dars jadvallarida bu narsalarni belgilab o'tamiz. Sizga bu haqida albatta mobil qurilmangizga ogohlantirish boradi va darslar qiziqarli va sifatli o'tishi uchun ICT instituti kafolat beradi.